Sizlar bilan Sufler Craft. Bugungi videoda biz yangi qishloqqa ko'chib kelamiz va qishloqni o'rganamiz. Mana kamerani ham to'g'rilab oldim. Endi bu qishloqni kirish joyida sizlar kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Bu mening ikkinchi videoyim. O'tgan safargi videoda men parkurdan o'tdim. Xo'p, bu nechinchi qishloq do'stlar? 46 qishloq. Agar 20 dan ko'p like yig'sa, men sizlarga mana Minecraft totishni o'rgatib qo'yaman. Unda men sotuvchini topishim kerak. Sotuvchi qaydasan? Yo'q, bu yerda. Sotuvchi cho'ta do'konida. Mana kirisa. Men o'yim tayyormi? Yo'q, hali tayyor emas. Nimaga bitta joyda turchi? Nimaga tayyor emas? Men u yerni sotib oldim. Jinnimi solsam, pulini berib qo'yganman-ku. Endi kecholamaysan. Do'stlar, bu merga aytib beramiz. Mer qaydaligini ham bilmayman-da. O'shancha pulim ketgan ega. Beqoy. Non do'koni. Salom sotuvchi, mer uy qayda? Qasrning oldida. Rahmat. Yo'q. Uzr. Eshik ochiq turaysiz. Do'stlar, shunaqa mashinniklar ham bor ekan. Bu eshigi boshqacha ekan, shu bo'lsa kerak. Salom mer. Salom, nima kerak? Men bu yerga yangi ko'chib kelgandim. Bu sotuvchidan bitta uy olgandim. U men uyimni sotib beribdi, pulim qolib ketdi unda. Kechadan keyin politsiya chaqiramiz. Tekinga uy bor senga. Tekinga uy? Ha, tekinga uy. Qishlog'i o'rqoqlarida senga shu padarka. Rahmat mer. Abdushi rahmat. Shahardan juda bekor keldim deb ega. Buni qarang. Chiroyliligini tekin o'ydida. Manimiki? Bu bo'lmasligi yana. Mashimiki do'stlar? Oy. Zanglab ketgan-ku bu uy. Zanglab ketgan. Ay. O'zmanmi? Voy, mening mebellari ham bor ekan. Turlar. Sandoq hech narsa yo'q. Men pichoq so'rab kelaman do'stlar, pichoq. Ha do'stlar, men eroda pichoq so'rab keldim. Endi bularni yo'qotish kerak. Bu yerda yashashga majburman. Yo'qol sassala. Yo'qol, bu mening uyim endi. Tekinga uy deganda men shuni hisobladimki. Gapirmasdan ish qilish kerak, gapirmasdan. Do'stlar, kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Ronaldochilar like bosin, Messichilar komment yozsin. Qani kimi muxlis ko'p ekan bu dunyoda. Men o'zim esa Ronaldochiman do'stlar. Ronaldo. Men chaqayam bularni qilish. Mashida uxlaman bo'lmishlarga o'shqa. Bo'lmish biladi. Ahvolini o'yga. Mashta qo'yam bo'ladimi? Necha yildan beri odam yashamaysi kelmaydi. Mana do'stlar, desam qolib ketibdi. Voy. Nima ketgan? Hech narsa yo'q, mayli. Do'konda o'zimiz sotib olamiz. Keyingi videoda
Yo'q, hech narsa yo'q. Xo'sh, endi bularni tashlayverish kerak. Mana chekkaga mana suvga tashlayveraman do'stlar. Yaxshi, agati yaxshi. Mana qilyapti. Mana do'stlar, endi uyimizni ham bitirib oldik. Endi sizlarga qishlog'i o'rgatib chiqaman. Bu 46-qishloq, bu yerdan ketib kelinadi. Xo'sh, bu ijaraga uylar bo'lsa kerak. Bu yer mernoyi, bu yerda qo'ylar boqilar ekan. Bu yer do'kon. Ana ahmoq sotuvchi, men buni hali ishdan yo'qotaman. Plus. Buni o'ldirsam hech kim bilmasmikin? Mana. Yo'q, men o'ldiraman. Hali ko'rdim undan nimaga u meni aldashini. Baxga plus. Sen unga yangi ishchi olib kelaman, olib keldiraman. Hech narsa qolmagan ekan. Endi nima qilish kerak? Endi hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Sufler Craft bo'ldi. Kanalga like va obuna bosib qo'yinglar, bo'pti. Xayr.